Ko'rib turganlaridek, navbatdagi obzorimizda Monza 1.5 atmosferniy versiyasi. Gaz qo'ydirilganda nimalarga ahamiyat berish kerak va gaz qo'ydirishdan oldin nimalarga ahamiyat berish kerak haqida video obzor. Videoda oxirigacha ko'rasiz. Mashinamiz, Xudo xolasa inshaalloh, aytganimdek 1.5 turbina. Mashinani o'ziga xos ravishda propanni full variantini qo'yib berganmiz. EMS blok upravleniya, ko'ryapsizlar, Yevropa gazda EMS blok upravleniyasi mashinani motoriga xos. Eng qizig'i, italyanskiy reduktor va italyanskiy injektor qo'yib berganmiz. 250 ot kuchga ega Due Rail kompaniyasining reduktoridan qo'yib berganmiz. Akkuratli joylashgan va yuqori bosimda katta ot kuchiga ega. Ajibi italyanskiy injektordan qo'yib berganmiz, ko'ryapsizlar. Mashinamizga ahamiyat berish kerak bo'lgan narsalar nima akalar? Mashina gaz qo'ydirganda birinchi o'rinda kilometrga ahamiyat berish kerak, ya'ni mashina qancha yurgan. Svichasi joyidami, zaslonkasi joyidami, ya'ni to'lib qolmaganmi? Agar svicha ozroq yurgan bo'lsa, gaz qo'ydirganingizdan keyin ayniqsa propanda bu bildirib qo'yadi. Svicha ko'p yurgan bo'lsa, ya'ni yurganligini bildirib qo'yadi. Agarda zaslonka to'lib ketgan bo'lsa ham gazda o'ynab qolish ehtimoli bor. Orqasiga biz 65 litrlik balon qo'yib berganmiz. ATK firmasiga tegishli Almato'rasi ham ATK va datchilar bilan qo'yib berganmiz. Gazpro brend ostida ishlab chiqarilgan zavodskoy chanalardan qo'yib berganmiz. Bu hech qanday balonni qirmasligi uchun ishlab chiqarilgan. Yana ahamiyat beradigan narsalar shu: gaz qo'ygandan keyin albatta svichasini, mushtiklarini, kerak bo'lsa zaslonkalarga ahamiyat berib qo'yadigan bo'lsanglar, mashinalarda hech qanday muammo bo'lmaydi. Xizmatlar bo'yicha nomini qoldiramiz. Gazproga kelib, men xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.